Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Davlatim otam, jannatim onam loyihasi davom etar ekan. Bugun yana bir mehribon onajonimizni baxtli kunlarini nishonlash uchun yetib keldik. Sanobarxon onamizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilab qolamiz. Farzandlari baxtli chunki otasi, onasi bor. Bugungi yaxshilik kunlar muborak bo'lsin. Har bitta otalarimizga, har bitta onalarimizga mana shunaqa bir yaxshi loyihalarda ularni tabriklashlik baxti bizga, farzandlarga nasib qilsin. Ota-onaga eng yaxshi narsa ota-onani uchun e'tirof. Onajon, sizni yaxshi ko'raman, otajon, sizni yaxshi ko'raman deyilsa, menimcha o'sha kuni o'sha ota-onadan baxtli inson bo'lmaydi. Bularni qadrlashimiz kerak, qadriga yetishimiz kerak, doimo e'zozlashimiz kerak. Chunki qush uyasida ko'rganini qiladi. Sen ota-onangga nima qilsang, bolangda shu qaytadi deydi. Otalarimiz, onalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Yana bir oilani xursandchiligini e'tiboringizga havola qilamiz. Boshladik. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar qirolicha. Bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar qirolicha, qirolicha, qirolicha. Bu mani onam bo'lar qirolicha, bu mani onam bo'lar, mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar qirolicha. Qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Aziz yurtdoshlar, yana bir oilani baxtli kunlarini, xursandchilik kunlarini e'tiboringizga havola qilgani, oilani farishtasi bo'lgan onajonimizni baxtli kunlarini nishonlash uchun yetib keldik. Bugun xudo xolasa Sanobarxon opamiz oila a'zolari va yaqinlar davrasida tavallud topgan kunlarini qarshi olmoqda. Eng baxtli ayolsiz. Chunki mana bag'ringizda farzandlaringiz bor, yoningizda umr yo'ldoshingiz, oilada duogo'y mana onajonimiz bor. Eng yaqin insonlar bugun sizni xursandchilik kuningizga kelib turibdi. Mustaqil O'zbekistonimiz tinch, tinch yurtga mana shunaqa bir yaxshi bayramlar, xursandchilik kunlar yarashadi. Onajon umringiz uzoq bo'lsin. Ko'p yillar farzandlaringizni baxtiga sog' bo'ling. Tibbiyot sohasida mana faoliyat olib borar ekansiz. Iloyim xalqqa xizmatdan hech qachon charchamang. Tibbiyot xodimlarini biz ko'rganimizda har doim aytamiz, o'zlarini dori-darmonlar bilan emas, shirin so'zlar bilan hamisha bemorlar dardiga shifo bo'lishadi. Bugungi yaxshi kunlaringiz muborak bo'lsin. Ruxsat bersangiz, o'g'il qizlaringizni, kelinlaringizni tabrik so'zlari bor ekan. Mana shu tabriklarni o'qib bermoqchiman. Assalomu alaykum. Biz uchun qadrli bo'lgan mehribonimiz, onajonimiz. Bugungi tug'ilgan kuningiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Doimo baxtimizga sog' bo'ling. Siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Iloyim otamiz bilan birgalikda bizni baxtli kunlarimizni, yaxshilik kunlarimizni, xursandchilik kunlarimizni boshda turishlik nasib qilsin. Bolalik qildik, erkalik qildik, bilib bilmasdan sizni xafa qilgan bo'lsak, bizni kechiring.
sizni yaxshi ko'ramiz. Doimo yuzingizdan kulgu tabassum arimasin deb bugun sizga chiroyli niyatlarni qoldirgan Muhammad Abdulloh nomidan, keliningiz Nodiraxon nomidan, Muhammad Mustafa, keliningiz Zahraxonlar nomidan va Dilbarxonlar nomidan, nabiralar nomidan va eng asosiysi bugun sizni ikki yoningizda turgan mana biri mehribon onajonimiz, biri Ne'matullo akam nomidan, davramizga kelgan yaqinlaringiz nomidan tabriklaymiz. Yaxshi kunlar muborak bo'lsin, qarsa kela bo'lsin. Endi davramizning eng yosh kattasi onajonimizdan chiroyli duo. Mana shuni qadab qo'yaman. Xudoya bolalarim baxtli, saodatli bo'lsin, qo'shganlarga qo'sha qarsin, bolalarning umrini, rizqini bersin, baxtli, saodatli bo'lib, qo'shganlarga qo'sha qarib, shularda to'rilarda yursin, mehnatlarini zoya ketmasin. Xudoya to'ylar qilaylik, bundan bag'i yana Kabalarga borish nasib qilsin. Hamma topganini yaxshi, shirin joylarda, shirin nimalarda bayramlar bo'laversin. Hamma topgan yaxshi kunlar bo'lsin. Hamma niyat maqsadini bersin. Ilohim. Sana bir onasi baxtimizga sog' salomat bo'lgin, yuzlariga kirgin. Bunday yoshlarni ko'pini ko'rib, baxtimizga sog' salomat yurishlik nasib ro'za aylasin. Tabriklaymiz tug'ilgan kuning bilan. Ham akamni vaziyatdan olib chiqib ketaman, ham bitta gul bilan ikkita odamni xursand qilamiz. Siz onajonimizga bersiz, ha? Keyin onajonimiz keliniga bersa, bitta gul bilan ikkita odam xursand. Onangizga bering. Mana ona Qarsa bo'lsin. baxtli bo'ling. Sog' salomat. Ana endi onajonimiz keliniga berib qo'yadi. Eng zo'ri shu. Bolalar rohatini ko'ringlar. Ayolim deydi, biz ham onamizni oldida uyga narsa olib kirib ketyapmiz. Ona mana sizga deymiz, keyin onam chiqaradi. "Ma bolalaringga olib kir" deydi. Endi onalarimizni qadrlashimiz kerak. Xudo xolasa baxtimizga onalarimiz sog' bo'lsin. Qani kelinglar farzandlari. Ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin. Baxtimizga bor bo'ling. Baxtimizga sog'. Hojilarga boringlar dadamlar. Tanabarxon uka, mehnatlaringizni zoyasi ketmadi mana. Ilohim, tanijoningiz sog' bo'lsin. Ne'mat akam bilan hoji Kabalarga boring. Qo'ni qo'shnilarning nomidan hammasidan tabriklaymiz. 140 ga kiring. O'zingiz aytasiz-ku. Ilohim, hammani ko'maman degansiz. Mayli, ilohim tanjoningiz sog' bo'lsin. Lolaxon Murodovani ovoziga o'xshab ketdi. Mayli, sog' bo'lgin. Qalay bo'ldi? Taassurotlar yaxshi. Ko'zga yosh kelyapti. Yosh kelyapti. Yaxshi, Tojikistonlikda bitta emas. Tushunmaydi deysizmi? Yo'q, tushunadi. Bizni yurtdan emas deyapti. rahmat bolalarimga, sog' bo'lsin. xo'jayinimga ham tanjonlar sog' bo'lsin ilohim. Qo'shganlar bilan qo'sha qarisin ilohim. O'g'illarni, qizlarni ko'rishsin ilohim. Bo'y badavlat bo'lib, ilohim kamlik ko'rishmasin, g'am ko'rishmasin, dard ko'rishmasin. Baxtimga sog'-omon yursin ilohim Parvardigor. Rahmat, tanijonlari sog' bo'lsin. Kelinlarim ham ilohim qo'shganlar bilan qo'sha qarib chiroyli bo'lib yurishaversin ilohim Parvardigor. O'zi bitta chiroyli gul nima deydi? Farzandlar uchun hech narsa emasligi mumkin, lekin ona uchun bitta chiroyli gul farzandini tomonidan, yaqinlari tomonidan olish bu juda ham katta e'tirof. Shuning uchun onalarimizni qadrlash kerak. Bir quchoq chiroyli gulga ko'ngli tog'dek ko'tariladi. Ikki og'zim shirin so'zga onajon sizni yaxshi ko'raman desiz o'sha kuni, "O, bizni beshigimizni quchib, shirin uyqusidan voz kechib, bolam yaxshi orom olsin" degan tunlarini o'sha mehnatlarni, zahmatlari chiqib ketadi. Onajon, endi bugun yoshi kattasiz ekan, hammamizni bir duo qilib bersangiz, keyin yana o'yin kulgini davom ettiraveramiz. Ilohim tinchlik omon bo'lsin, yaxshilik kunlar bo'lsin. Hamma topgan to'ylarga, Kabalarga bo'lsin. Bolalarimiz qo'shganlarga qo'sha qarsin. Ko'pgina to'ylar qilsin. Yana shu yillarga, yana shu kunlar bola chaqa, mahalla ko'y, qarindosh urug'lar, tinchlik omonlikda yaxshi kunda diydorlash nasib qilsin. Hamma topgan to'ylarga
bardu shamollarida ikki yuzi qizargan uyalganidan yuraknim mazonlarida ariqning bo'yida maysalar ochildi maloning o'yida kecha rosa o'ynabmi sadrning to'yida ko'zlarim chaqnaydi muhabbat ko'yida malohat menga bermagin jarohat yuragimning davosi ey malohat sen olovsan boshimga balo sen nechun uyal